7 kilo ko'mir bilan 12 soat yoqadigan ekonom pechkamiz, aytib o'tganimizdek original logotip tushirilgan pechkamiz, 40 kvadrat joyda bemalol isitadigan pechkamiz. Xo'p do'stlar, sizlarni uzoq kuttirmagan umiddamiz. Sexni o'zidan olib beramiz. Hozir bu vagonimizga taklif qo'yilgan joy bu seximiz bo'ladi. O nari tarafi seximiz. Hozir kraska jarayonida pechkalarimiz turibdi. Xo'p, bir boshdan tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsak, vagonlarimizga joylab qo'yganmiz. Xudo xohlasa cheklanmagan miqdorda bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Xo'p, lislari 208 lik bo'ladi. O't yonadigan joyi 5-6 bo'ladi, ichiga qoplangan bo'ladi. Ko'pchilik lislaring qanaqadir so'raydigan bo'lsa, mana ichiga qoplangan bo'ladi. Mana o'sha o't yonadigan joyga. Nimaga? Nagruzka o'sha yerda bo'lganligi uchun o'sha yerga qoplab qo'yganmiz. Xo'p, bunimiz 20 prostoy varianti. Bunimizning narxi 1 million 100 ming so'm. Orqasiga tapchan qo'yiladigan bo'lsa 1 million 150 ming so'm. Ham tapchani ham tevaza guli bo'ladigan bo'lsa 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Mana tapchanlari ham turibdi. Buni qotib ko'rsatib ham o'tib ketaveramiz. Mana bunday qilib qo'yadigan bo'lsak, mana mashinamiz 1 million 150 ming so'm, 20 ga 20si. Bundan tashqari mana full varianti bor, mana tashqarida turibdi. Full variantini bunday qilib orqasiga qo'yib qo'ysak, mashinamiz full varianti bo'ladi. Bunimizning narxi 1 million 200 ming so'm. Xo'p, buni ham o'sha aytib o'tib ketganimizdek 1200 gradusga chidaydigan kraska sepiladi. O'sha aytib o'tib ketganimiz original logotip 208 lik bo'ladi. O't yonadigan joyi 5-6 bo'ladi, qalin bo'ladi, ichiga qoplangan bo'ladi. Zaslonkasi kuldoni, nagarini tozalaydigan cho'payi bo'ladi. Bundan tashqari 25 ligimiz ham bor. 25 ning ham prostoy varianti bo'ladi. Xo'p, bu yerda hozir buni 25 ligimizni prostoy turibdi hozir. Buni o'sha aytib o'tib ketganimizdek bunga ham tapchan qo'ysa, tevasida guli bo'ladigan bo'lsa 1 million 350 ming so'm, hech narsasi yo'q bo'lsa 1 million 250 ming so'm. Xo'p do'stlar, buni aytib o'tib ketganimizdek listlar 208, o't yonadigan joyi 5-6, kuldoni, zaslonkasi, nagarini tozalaydigan narsasi. Lekin aldanib qolmanglar, o'sha aytib o'tib ketganimizdek original logotip tushirilgan pechkamiz shu bo'ladi do'stlar. Hech chiqarmaydi, tutamaydi, 40 kvadrat joyingizni bemalol isitaveradi. Uni 7 kilo ko'mir bilan 12 soat mazza qilib uyingizni isitadigan pechkamiz shu bo'ladi. Xo'p, to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Pochta orqali jo'natib beramiz. Pochta orqali jo'natib beradigan bo'lsa, to'lovini oldindan qilib berasizlar. Borgandan keyin 220 ming so'm to'lab olasizlar. To'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.